Yana qo'shimcha yana qo'shimcha ma'lumot sifatida qaysiki jurnallar, nashriyot uylarini ko'rish bo'yicha Scopus ma'lumotlar bazasini Sources bo'limida ishlaymiz va bunda mana bu yerda Download Scopus Source List bor. Shuni belgilaymiz. Download the Scopus Source Title List. Buni bosib, demak, ko'chirib olishimiz mumkin bo'ladi. Bunda Download the Source Title List qaysiki Scopus ma'lumotlar bazasidagi jurnallar to'liq ro'yxati. Buni ko'chirib olamiz. Excel faylda formatda taqdim etishadi. Bunda bir jihatiga e'tibor berishimiz kerak. Qizil harflarga e'tibor bermaymiz. Bular Scopus ma'lumotlar bazasidan chiqarilgan va mana bu ustunidagi aktiv inaktivga e'tibor beramiz. Inaktiv bular ishlamayapti. Inaktivlar faoliyat yuritmayapti. Faqat aktivlarga e'tibor, aktiv jurnallarga qarashimiz kerak bo'ladi. Deylik, bir jurnalni ko'radigan bo'lsak, uni nashriyoti, uyi mana Abbey Publications, demak, nashriyot uylari S ustunida ekan. Nashriyot uylari S ustunida ekan. Bu jadval orqali, demak, jurnalni nomini, ISSN raqamini, aktivmi, inaktivmi, bu inaktiv ekan masalan, qaysi yillardan beri Scopus ma'lumotlar bazasida bor, qaysi tilda maqola qabul qiladi. Bu Medline. Nima ekan Medline? Medline Sources Title. Medline anaqa bazasida ham bormi? Tushunishim bo'yicha Article in Press, demak, Article in Press mavjudmi? Article in Press degan tushuncha bor. Demak, muddatidan oldin ham maqolani chop etish mumkin. Jurnal ekan va hokazo. Demak, buniki Springer ekan. Shunday qilib, jurnallarni, nashriyot uylarini ko'rishimiz mumkin. ISSN raqamlari orqali Scopusdan yana bir bor tekshirib olishingiz mumkin bo'ladi. Boyagi yuqoridagi videoda ko'rsatganim bo'yicha. Qizil raqamlar bular Scopus ma'lumotlar bazasidan chiqib ketgan. Inaktivlar ishlamayapti. Discontinued by Scopusga e'tibor beramiz. Bu ham Scopus ma'lumotlar bazasidan, demak, re-evaluationga tushgan va undan o'ta olmagan, chiqib ketgan bu jurnallar. Mana qizil harfda o'zishog'im. Qizil harfda berishgan ekan. Mana bular ham, mana bular ham. Demak, qizil harfdagi jurnallarga e'tibor beramiz. Discontinued yozilgan bo'lsa, bular Scopus ma'lumotlar bazasidan chiqib ketgan. Tekshiradigan bo'lsak, mana ISSN raqamini kopировать qilamiz. Scopusga o'tamiz. ISSN raqami bilan izlab ko'ramiz. Izlaganimizda mana Scopus ma'lumotlar bazasida shunaqa narsa ko'rinadi. Agar u discontinued chiqib ketgan bo'lsa, NA bo'ladi jurnallar. Jurnal o'ziga kiradigan bo'lsak, mana bu yerda mana coverage discontinued in Scopus degan status bo'ladi. Ya'ni Scopusda davom etmayapti. Years currently covered by Scopus, mana yillari 18-21, o'shandan beri yo'q. Uni nashriyot uyi Growing Science ekan. Va hokazo. Shunday qilib, demak, mazkur jadval bilan ham jurnallar va ular nashriyotlarini ISSN raqamlari ishlayaptimi, ishlamayaptimi, qaysi yillardan beri Scopusda bor yoki chiqib ketganmi, qaysi tilda maqola qabul qiladi, mana bu joyda bor, mana tilida, qaysi tilda maqola qabul qiladi kabi ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.